Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz meni obunachilarim, hammaga salomlar bo'lsin. Mana bugun alyumin eritib qozon quyish biznesini ko'rsatib o'tamiz. Qanday alyuminni eritib, qoliplarni qanday yasab, qozonni quyilish jarayonlarini, qolipni yasash jarayonlarini barchalarini ko'rsatib o'tamiz. Agar videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar. Podpisatsiya tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Hammalaringga omad tilagan holda ishni boshlaymiz. Qani ketdik. Mana bugun mana shu qozonni quyamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. 1 kilolik qozon. Kichkina narsalardan quyib ko'rsatyapmiz sizlarga. Agar xohlasalaring, katta qozonlarni ham xuddi mana shunday qilib chiqarsa bo'ladi. 100 kilolikgacha chiqarsa bo'ladi. Mana shunday qo'yiladi. Mana bu yasaladi. Mana kvadrat. Bunga mana kiydiriladi. Chappa turgan holda qo'yilyapti. E'tibor bering. Qum bilan pres qilinadi bu. Mana qolipni ham preslab oldik. Mana bu shaklda mana chiqdi bir tarafi. Mana e'tibor beringlar. Mana. Boya chappa turuvdi. Bu yashikni bunday turuvdi. Hozir bundayga og'dardik. Mana bu qozoncha, mana bu qozoncha buning ichidan chiqdi mana. E'tibor beringlar. Mana. Endi buni shunaqasiga qo'yib keyin yana qolganini davom etib ko'rsatamiz yana. Yana savollar bo'lsa, tortinmasdan kommentariyga yozishinglar mumkin. Yoki meni profilim glavniyasiga kirsalaring, nomerim bor, yozilgan. Opsiyamga yozilgan. Kirib, bemalol telefon qilishlaring ham mumkin. Silakan.
Mana qolipimizni ikkinchi tarafini ham chiqarib oldik. Tomosha qilishda davom etasizlar. Mana faqat quyish qoldi. Mana tepib eshiklarni ochamiz. Mana azizlar, alyuminiyimizni ham eritib oldik. Mana musullarni olib tashlaymiz betidagi. Ko'rinyaptimi? Mana tepadan ol. Ko'rishlaringiz mumkin. Qolipimiz ham tayyor bo'ldi, ko'rsatib qo'yib qoldik. Olib quyamiz endi. O'tinda eritdik, mana e'tibor beringlar. Gaz kirpimiz biz. Yaxshilab hozir suvi qolib kelgandan keyin quyishni boshlaymiz. Mana hayajonli vaqtlar boshlandi. Qolipimizni ochamiz. Mana azizlar, hozir tozalab maytlarni kesib sizlarga ko'rsatamiz. Chiqdi mana hozir. Mana aziz qadrdonlar, kutilgan vaqtlar ham yetib keldi.
qozonni qolipini yasadik, eritdik, mana quydik. Mana shu chiqdi hozir. Mana agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, agar sizlar foydalangan bo'lsalaringiz xursandmiz. Albatta like bosib qo'yishni ham unutmanglar. Obuna bo'lib qo'yinglar.